Barchaga salom o'rnashlar. Sizlar bilan Atas. Bugungi videoda biz car parking o'yinini o'ynaymiz. Kanalda ketdik. Men o'rtoqlar o'yinni boshlab oldik. Kimdir poygaga taklif etamiz. Rozi bo'lsinlar. Ne işim roz bo'lmayapti. Mana o'yinni kimdir rozi bo'ldi. Hozir yashil boshlandi. Men yutqazishim aniq menimcha. Yutaman menimcha. Yutdim. Yaxshi ketyapti. Mashina zo'r bo'lsa, kommentda mashinang zo'r deb yozib ketinglar. O'rtoqlar, menimcha marraga ozgina qoldi. Men yutdim. Ana kelyapti. Yana bir marta poyga o'ynasa yaxshi bo'lardi. Yo'q. Qani ketib qo'yibdi. Bizni tashlab. Videoga taklif qildim, lekin rozi bo'lmadi. Shu joyda lekin mashina zo'r bo'ldi. Poygada shuncha paytda poygada yutqazardi. Men esa taxladim. Zo'r bo'ldi. Ikizga chiqqan mashina. Kanalga obuna va like bosishni unutmanglar. Chapa oldim. Mashina buzilmadi. Buzildi. Mana shu yerda taxlatib olaman. Bolalar qaranglar, men mashinani taxlatib oldim. Yana 6 ta yangi obunachi va 10 ta yangi like bo'lsa, shu videoning ikkinchi qismini chiqaradi. Keyin obuna bo'lib qo'yinglar. Avtobusga qaranglar. Nimaga faqat kimdir qo'y, ha? O'rtoqlar, mana hozir men ana u yerga boraman. Oyda chiqmayapti. Yaxshi. Endi ana shu yerga kiramiz. Mashina sotamiz. Sotib olmasa kerak menimcha. Buni akamdan sotib olganman. Qo'shnilar, men hamma shu yerda. Lekin yo'qmayapti bular borligi. Birinchi marta shu yerda odam ko'p bo'lishi. Lekin oldinlar bunda odam ko'p bo'lmasdi. Hattoki avtobus ham bor. Lekin sotib bo'lmadi. Mayli, sog' bo'linglar o'rtoqlar. Bu video shu joyda tugadi. Xayr.